tappi qilib zerikdim. Issiqlikni uzoqdan ham sezsangiz bo'ladi-da. Bu pechkani qolgan pechkalardan farqi tutamasligida, ekonomligida. Odamlar o'zi ham eko pechkada nom qo'yib qo'ygan tutamasligi uchun. Rossiyada ishlardik. Endi migratsiya jonga tegdi. Endi O'zbekistonga qaytgandan keyin nimadir ish qilish kerak. Moskvichim bo'ladi. Moskvichda mol tashirdim bozorlarga. Hamma ish mana shu nuqtada boshlangan aka. Apelka pechka yoqar edik. U pastdan qulaganligi uchun beton olov chiqar ekanda. Nimani hisobiga tutamaydi deydi-da odamlar. Tagidan havo so'radi-ku. Tagidan havo so'raganining hisobiga bu yerdan tutun chiqish mumkin. Biz tagida agar havoni qisqartiradigan bo'lsak, balki yopadigan bo'lsak, tevan tortganimizda tutun chiqmaydi. Va albatta tagini ochib qo'ymasangiz, o'chib qolishi mumkin olov. Go'nglardan, hokalardan tappi qilish, o'tin qilishlar jonga tegdi. Odam qiynalgandan keyin aka kallalari ishlab ketar ekanda. Qo'shnilar ko'rdi, yasab ber deyishdi, yasab berdik qarindosh urug'larga. Shuna bilan ommalashib qoldi. Endi qishloqchilik sovuq tushgandan keyin baribir isinish kerak. Onaxonda ko'mirga allergiyalari bor edi. Menda ham bor, ko'mirga allergiya tutuniga. Tutasa, endi eski pechkalar tutar edi. Shunda apelka yoqmoqchi bo'lib, apelka yoq boshladik. Apelkani olib kelib yoqdim. Apelka ertalabga yaqin o'chib qolganligi uchun keyin ko'mir pechkaga o'zgartirmoqchi bo'ldim. Apelka pechkani o'zim yasagan edim. Shunda o'ylanib qoldim, shu allergiyamiz borligi uchun tutunga shu ko'mirga yonadi, lekin tutamaydigan bir pechka o'ylab topsa bo'larmikan deb shuni ustida ishlashni boshladim. Internet skilladim, boshqa qildim. Har xil fizikaviy olovning xususiyatlarini o'rganib chiqdim. Nimaga o'zi tutaydi o'zi, nima sababdan? Eski pechkalarda hammasini birma-bir tekshirib, tutamaydigan qilib, xudo xolasa bitta pechka ixtiro qildik. Haqiqatan sinovlardan o'tkazdik, tutamadi. Effekti ham yaxshi bo'ldi. Ekonomik bo'lish kerak-da baribir. Ko'mirlar qimmat bo'lib ketyapti borgan sari. Shuning uchun ekonomikning yo'llarini ham qidirib topib, yonlariga ham boshqacha havo beradiganlar qildik. Tutamaydigan ekonom yaxshi pechka bo'ldi, xudo xolasa. O'ylab topgan pechkami boshqa pechkalardan nima farqi bor? Boshqa pechkalarni kuzatib chiqqanimda kamchiliklarini topib, tutashligini oldini oldik. Keyin yaxshi isitmaydi ko'p pechkalar, yaxshi isitadigan qildik. Asosan ko'mirga eng arzon to'pliva ko'mir. O'zbekiston sharoitida shuning uchun ko'mirga moslab qilindi. Boshqa pechkalardan farqligi tagida havo beradigan ligirovkasi bo'ladi. Havoni g'ib ushlab turadi, shu havoni berishni taqsimlab beradi. Shuni hisobiga uyda isitgan ichidagi yonayotgan ko'mir cho'qqa aylangandan keyin tagini havosini bekitib qo'yilsa ekonom rejimga o'tib qoladi va ertalabgacha uyda ma'lum bir ertalabgacha uyini issiq ushlab berib turadi. Sababi kechasi eshik hadam ham ochilib yopilavermaydi. Tunda o'sha ligirovkasiga qo'yib qo'yilsa, bemalol ertalabgacha isitib beradi. Kechasigidagi rasxodi 6 kilo tashkil qilgan. 5 metrga 4 metr joyga sinovlardan o'tkazganmiz. Bu pechkamiz ekonom kechasiga o'rtacha 6 kilo rasxod qilyapti. Deylik 4 kilodan 7 kilogacha rasxod deymiz. Hammaning uyi har xil bo'lganligi uchun, katta kichikligi, issiqlik saqlash xususiyati har xil bo'lganligi uchun shu 4 kilosi yoqayotganlar ham bor, 5 kilo, 7 kilogacha yoqayotganlar ham bor. Uy kattaroq bo'lsa 7 kilo rasxod qiladi ko'mirda. Rossiyada ishlardik.
endi migratsiya jonga tegdi. Endi O'zbekistonga qaytgandan keyin nimadir ish qilish kerak. Moskvichim bo'ladi. Moskvichda mol tashirdim bozorlarga. Shu ishni ixtiro qildim. Ixtiro qilib, pechkani tutamaydigan ekonomishni ixtiro qilgandan keyin qo'shnilar ko'rdi. Bu nima dedi, shakli boshqacha ekan, issiqligi yaxshi ekan. Yasab ber deyishdi, yasab berdik qarindosh urug'larga. Shuna bilan ommalashib qoldi. Ommalashib, akamga yasab bergan ekansan, amakimga yasab ber boshlandi. Shuna qilib bittasi bitta uyda bir marosim qilib qoladigan bo'lsa, hammasi ko'rib bir teng yarim zakaz qilib, shunday bo'lib ishlarni kengaytirishimizga to'g'ri keldi. Endi qish keldi, isinish kerak, tappi qilish ham jonga tegdi, molni go'ngidan boshqa go'nglardan, hokalardan tappi qilish, o'tin qilishlar jonga tegdi. Odam qiynalgandan keyin aka kallalari ishlab ketar ekanda, harakat qilib shu narsani qildik. Atiga bir 6 kilo ko'mir solib qo'ysangiz, ertalabgacha qaramasdan issiq o'rinda uyg'onish qanday yaxshi. Odam to'xtamaslik kerak, izlanish kerak ekan doim. Hamma ish mana shu nuqtada boshlangan aka. Apelka pechka yoqar edik, u pastdan qulaganligi uchun beton olov chiqar ekanda. Buni to'g'irlab, tortmalarni qilib, o'zini o'zi zaglushka qiladigan buni qildik. Undan keyin tevasini sal ko'proq narsa siqsin, choynaydi, faqirda suv endi qish kunida o'zbekchilik kerak bo'ladi. Shuning uchun buni og'zini tevasini kengroq qilib qildik. Yanimizdan keyin buni bitta kamchiligi chiqib qoldiki, ertalabga yaqin buni zaryadi kam bo'lganligi uchun apelka kam siqqani uchun o'chib qoladigan bo'ldi, uy sovib ketadigan bo'ldi. Buni tagini ko'mirga qilish kerak ekan. Ko'mirda xohlagan paytingiz tashlashingiz mumkin-ku. Apelkada unaqa emas. Shuning uchun tagini mana bunday qilib birinchi buni qilgan bo'lsak, endi ikkinchisiga mana buni ko'mirga moslab qilganmiz. O'sha 3 yil 4 yil oldin qilib, bu yerdan soladigan qildikda, tagini havo berishda ligirovka qiladigan qildik. Havo taqsimlab beradi-da, ishlaydi yonayotgan, masalan, uyingiz isib ketdi. Uyingiz isib ketgandan keyin mashina qisqartirib qo'ysangiz havoni kamligini. Shunda o'zi me'yorida yonib, uyda ekonom qilib isitib beradigan darajaga keldi. Bu keyingi ekzemplyarimiz. Keyingi ekzemplyarimiz ham xuddi shunga o'xshaydi. Sekin-sekin evolyutsiya bo'lib nima bo'lganda. Xo'p, buni kamchiligi metodi og'zi bo'lmaganligi uchun ba'zi bir yonmagan ko'mirlarning ichidan tosh ham chiqadi-da. Bu yerdan olish noqulay-ku. Pastiga nima qo'shganmiz. Bunda ham xuddi shunday nima bor. Havoning ligirovkasi har bittasida bor. Chunki bu ko'mir bo'lgandan keyin isgasi albatta ajrab chiqadi. Shu isgasini hisobiga yonadi-ku pechka. Bu yerga zaslonka qo'ymaganmiz. Sababi bu yerda agar mabodo bola chaqa bilmasdan to'sib qo'yadigan bo'lsa, isgazi majbur boshqa joydan chiqishi mumkin. Birin-ketin takomillashtirib, aytyapman-ku, odam qiynalgan sari odamning kallalari ishlab ketaverar ekan. Shuna qilib hammasini takomillashtirib borib, hozirgi holatda mana shunday holatga keldi. Klientlar talabidan kelib chiqib qaysidir joylarni o'zgartirdik. O'zimiz qonuniyatini o'rganib chiqib qaysidir joylarini o'zgartirdik. Bu tevadan pastga ham yonadi-da. Ko'mirni oldin zapravka qilasiz. Ustiga o'tin zapravka qilib, tevadan yoqasiz. Shunda pastga qarab yonaveradi. Undan keyin talab qilishdi o'sha mijozlar, boshqalar buni yirigrog'ini qilib bering. Yirigroq, ozgina yirigrog'ini. Xuddi shu, faqat yirigrog'i. Undan keyin hozir ko'pchilik bizni O'zbekiston sharoitida otamni uyini istay, bolamni uyini istay, o'zimni uyimni isitsin degan odamlarimiz ko'p. Shunga 3 ta uyni istadigan qilib, gibrid ko'rinishda qilib bu narsani qildik. Bu ham kotyol bor ekan, ham pechka. Ustida ovqat qilsangiz ham bo'ladi. Ham bu yerda suv beradi va yonidagi ikkita xonani ham isitib beradi. Yonidagi ikkita yotoqxonani isitib beradi. Umumiy 3 ta yotoqxonani isitib beradigan. Bu ham ekonom, o'sha ko'mirda yonadi. Hozirgi bizning holatimizda endi eng arzon to'plama bu ko'mir. Shuning uchun buni ham turoq qilgan. Biz bu ham xuddi shu ko'rinishda ishlarga qulaylik qilib bunaqa kul oladiganlar qilganmiz. Har bittasiga narxlari shu 1 million so'mdan atrofida. Har xil bo'ladi. Yozgi kunida sal arzonroq, chunki ishchi sonimiz kam bo'ladi.
ishchiga sarflayotgan pulimiz kamroq bo'ladi. Shuning uchun hisobiga 1 milliondan arzon ham bo'lib qoladi. Shunaqa o'rtacha 1 milliondan sotamiz, plus minus. O'tin yaxshi samara beradi, lekin o'tin albatta ertalabgacha yonadigan qattiq yoqilg'i emas. Ko'mir qattiq yoqilg'i ertalabgacha yonishi mumkin. Agar o'tindan foydalanadigan bo'lsa, shu ko'mirni ilashtirib olishlik uchun foydalanish mumkin. Lekin ertalabgacha hech qayerda, misol o'tin ertalabgacha yonmaydi-da. Qattiq yoqilg'i emasligi uchun. Bironta xonadonga kirsam, o'zimni pechkamni ko'rib qolaman-da. Mehmonga borganimizda to'y chiqdi uzoqroqlarga. Bu pechka haqida davra surishtirishni boshlayman. Bu nima bo'lyapti, rasxoti qanaqa? O'zimni pechkamni o'zimga maqtab ketishadi-da. Xursand bo'lib aytishgandan keyin o'zim ixtiro qilganman shu pechkani deb rasmlarni ko'rsatib beraman. Evolyutsiya qilganimni, qanchadan, qaysidan boshlab, qaysinda turganimni ko'rsatib beraman. Mijozlar xursand bo'lishadi. Olib ishlatayotgan odamlar akasiga olib berdi, qo'shnisiga olib berdi. Shunaqa bo'lib talamonda. Yaxshi narsa bo'lsa, bemalol birovga ham tavsiya qila oladi-da odam. O'shini hisobiga o'zini pechga oqladi. O'zbekiston sharoitida uylar utepleniya bo'lmaganda, eski sovetskiy qurilgan ko'p holatlarda, o'dda qishda maykachan odamni orqasiga gulxon yoqib, istayotgan odamga o'xshaysiz-da. Bu nihoyatda qiyin masala. Nima uchun utepleniya yo'q? Hozir utepleniyaga e'tibor berilmaydi. Ortiqcha rasxod deyishadimi? Lekin uyda issiqlikni saqlashlik uchun, mana o'zimni tanamdan 36 gradus chiqayotgan bo'lsa, o'zimni qishda keldi, sovuq bo'ldi, o'zimdan chiqayotgan issiqlik yetarli bo'lmayapti. Shuni hisobiga utepleniya qilyapman o'zimni kurtka bilan. Shunda o'zimdan chiqayotgan issiqlik o'zimga yetarli bo'lyapti. Biz qish kelsa ham o'sha uyda sovutish, isitish degan nimalar e'tibor berilmaydi qurilish qilayotganda asosan. Bu juda katta xato. Juda ham katta energiya iqtisod qilib qolishlik mumkin aslida. Tokdan ham o'sha qattiq yoqilg'idan ham ekonom qilsa bo'ladi. Lekin bizda shu qurilishlarda juda asosan katta xato bo'lganda. Bu pechkani qolgan pechkalardan farqi tutamasligida, ekonomligida. Odamlar o'zi ham eko pechkada nom qo'yib qo'ygan tutamasligi uchun. Nimani hisobiga tutamaydi deydi-da odamlar. Tagidan havo so'radi-ku. Tagidan havo so'raganining hisobiga bu yerdan tutun chiqish mumkin. Biz tagida agar havoni qisqartiradigan bo'lsak, balki yopadigan bo'lsak, temani tortganimizda tutun chiqmaydi. Va albatta tagini ochib qo'ymasangiz, o'chib qolishi mumkin hali. Choy ham qaynadi. 7 minutda 2 litr choy qaynatyapti. Xudo xolasa xalqimizga tutamaydigan ekonom pechka chiroyli meros bo'lib qoldi, xudo xolasa inshaalloh. Odatda qish tugagandan keyin eski pechkalar olib chiqib tashab, oldingi pechkalar yo'q ekanimizda. Keyin uylar sarg'ayib, remontlar rasvo bo'lib ketardi, remont qilinardi. Endi hozir bu bir necha yildan beri tutamasligi ko'ringan, isbotlangandan keyin shunaqa chiroyli remont qilingan uylarga ham qo'yilyapti. Faqat bu gibrid varianti. Bu hozir 3 ta xonani isitib beradi va turgan joyni ham isitib beradi. Va ustida ovqat qilsa ham bo'ladi. Shu taraflama qulay bo'lyapti xalqimizga. Rahmat aytishyapti. Uylarni qoraytirmayapti. Buni oldin pechkasi bilan ishlatgan odamlar umuman remontlariga hech qanaqa nima yo'q va u bemalol qo'ni-qo'shnisiga ham tavsiya qilyapti. Remont bo'lgan uylarga ham bemalol tavsiya qilinyapti. Hozir ishlab turibdi, ketayolamiz. Gradus 50 gradus.